yuqori va shaxsiy kompetentlik fanidan mavzuyimiz shaxsiy faoliyatni tashkil etish. Demak, quyidagi rejalarni bo'lish shaxsiy akademik faoliyat maqsadga erishish uchun muhim. Vaqt resurslarni to'g'ri tashkil etish maqsadlarga erishishga yordam beradi. Hayotda strategiyalar vaqtni boshqarish va masalani ko'rib chiqilgan. Ta'lim jarayonini tashkil etish va strategiyalar. Vaqt maqsadlarni belgilash, jadval yaratish, shaxsiy xususiyatlar va imtiyozlarni hisobga olgan holda. Demak, smart texnologiyalar bo'limi, ya'ni smart principle. Bu maqsadlarni aniq, o'lchanadigan, erishish mumkin bo'lgan, tegishli vaqt bilan chegaralangan qilishga yordam beradigan maqsadlarni belgilash usuli hisoblanadi. Ya'ni buni kengaytmasi bor. Ya'ni specific, ya'ni aniq maqsadlar aniq va tushunarli bo'lishi kerak. Noaniq ifodalarda undan iloji boricha qochish kerak. Misol, 6 oy ichida savdoni 20% ga oshirish yoki 30% ga oshirish. Misol, savdoda muvaffaqiyatli bo'lish. Miserable, ya'ni smart M harfi, demak miserable o'lchanadigan. Muvaffaqiyatning miqdori yoki sifat mezonlarini aniqlash kerak bo'ladi. Misol uchun, oyiga 10 ta yangi mijozni jalb qilish. I harfi achievable, amalga oshiriladigan. Maqsad real bo'lishi, ammo shu bilan birga dalil bo'lishi kerak. Misol, 4 oy ichida har hafta 5 soat ajratib yangi dasturlash tilini o'rganish bo'lsa, turizm paketlarini ishlab chiqish. Bir hafta ichida dasturlash bo'yicha ekspert bo'lish. Misol uchun, relevant harfi dolzarb, maqsad sizning ustoraligingizga va maqsadingizga bo'lishi kerak. Misol, auditoriyani kengaytirish, mobil ilovalarni ishlab chiqish va ishga tushirish. Time bound, ya'ni T harfi, vaqt bilan chegaralanish, maqsadning aniq bajarilishi muddati bo'lishi kerak. Misol, kitob yozishni 2005-yil 1-dekabrga qadar yakunlash. Misol tariqasida smart mezon emas, men ko'proq pul ishlashni xohlayman. Yangi martaba pog'onasidan ko'tarib 12 oy ichida daromadimni 30% ga oshiraman kabi. Vaqtni boshqarish, time management bo'yicha turli qurilmalar bor. Demak, Eisenhower matritsasi, Pomodoro usulini qo'llash, vazifalar ro'yxatini tuzish. Eisenhower matritsasi bu vaqtni boshqarish vositasi, bu ustuvorliklarni belgilash va vaqtni oqilona taqsimlashga yordam beradi. Bu vazifalarni muhimlik va shoshilinchlik darajasiga ko'ra ajratish kerak. Eisenhower matritsasi bu demak muhim, nomuhim, shoshilinch, shoshilinch emas kabi jadvallarga bo'lishi mumkin. Important, urgent. Birinchini zudlik bilan bajarishimiz kerak. Kritik vazifalar, oxirgi muddatlar, inqiroz vaziyatlar va shoshilinch emasga rejalashtirish, strategik maqsadlar, shaxsiy rivojlanish, uzoq muddatli loyiha kabilarni kiritishimiz mumkin. Va demak, shoshilinch lekin muhim emaslarga, demak, topshiriqni boshqaga yuklash, kundalik ishlar, boshqalarning iltimoslari, chalg'ituvchi omillar va shoshilinch emas va muhim emaslarga chaqirib chiqarib tashlash, ma'nosiz harakatlar, kechiktirish, keraksizlik, o'yin kulgular. Va Pomodoro usuli texnikasi bu 1980-yillarda Francesco Cirilli tomonidan ishlab chiqilgan vaqtni boshqarish usuli hisoblanadi. Bu vazifalarni diqqatni jamlashga, prokrastinatsiyadan qochishga va charchashning oldini olishga yordam beradi. Usulning mohiyati ish qisqa vaqt bo'laklarga pomidorlar bo'linadi va ular orasida tanaffus qilinadi. Birinchi pomidor 25 minut va plus 5 minut dam oladi. Va demak, pomidor usulini qanday qo'llash kerak bo'ladi? Vazifani tanlang. Taymerni 25 daqiqaga sozlang, chalg'imasdan ishlang, signaldan keyin 5 daqiqa tanaffus qiling. Siklni 4 marta takrorlab, uzoq tanaffus demak qilish kerak bo'ladi. 25-30 daqiqa orasida. Usulning afzalliklari konsentratsiyani oshiradi, qisqa intervallarni diqqatni jamlashga yordam beradi, charchoqni kamaytiradi, muntazam tanaffusdan ortiqcha yuklanishdan oldin oladi. Kechiktirish bilan kurashishga yordam beradi. Agar ishni nafaqat 25 daqiqa davom etishini bilsang, boshlash osonroq. Murakkab vazifalarni ajratadi. Ya'ni uzoq va kichikroq bosqichlarga bo'lingandan oddiyroq quriladi. Raqamli vositalar, task managers, notes,
Google Calendar, Dropbox yoki Telegram materiallardan foydalanishingiz bo'ladi. Xulosa, demak, shaxsiy akademik faoliyat tashkil qilish muhim mahorat hisoblanadi. Strategiya va vositalardan muntazam foydalanish samaradorlikni oshiradi. O'z-o'zini tashkil qilish qobiliyatlari maqsadlaringizga erishishga yordam beradi.